Assalomu alaykum, kanalimning aziz obunachilari. Bugun sizlar bilan o'sha mashhur va osongina tayyorlanadigan trifle shirinligini tayyorlashni o'rganamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling va obuna bo'lishni unutmang. Birinchi o'rinda 3 ta tuxumimizni shakar bilan yaxshilab oppoq bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Keyin esa qatiq yoki kefirga iste'mol sodasini solib, tuxumli massamizga solamiz. O'simlik yog'ini ham shu massaga quyib yuboramiz. Yaxshilab aralashtirib yuborgandan keyin quruq mahsulotlarni tayyorlaymiz. Kakao razrixlitel unni elakdan o'tkazib, uni ham tuxumli massamizga solib, yaxshilab dumaloqchalari ketgungacha aralashtirib olamiz. Keyin esa duxovkada 130-150 gradusda yarim soat 40 minutcha pishirib olamiz. Mana biskvitimiz juda ham yumshoq va vlajniy bo'lib pishib chiqdi. Endi esa biskvitimizni qo'lda emas, mana shunday chopperda yaxshilab maydalab olamiz. Endi esa tortlar bilan juda ham yaxshi kelishadigan qaymoqli krem tayyorlaymiz. Yog'liligi 45 yoki undan yuqori bo'lgan qaymoqni olib, quyuqroq bo'lsa uni sut bilan ozgina suyultirib, yaxshilab mikserda ko'pirtirib olamiz. Keyin esa quyultirilgan sut va vanilin solib, iz tushguncha yaxshilab ko'pirtiramiz. Biskvitimiz uchun kofeli propitka tayyorlaymiz. Achchiq kofe va sgushonkani suv bilan eritib olamiz. Biskvitni idishlarimizga joylab, propitkamiz bilan biskvitni namlab olamiz. Keyin esa kremimizni biskvitning ustiga surib chiqamiz. Shu yerda bir gap aytib o'tishim kerak. Men kremni juda ham ko'p sovoribman. Siz aslo unday qilib ko'rmang. Ozgina krem bemalol yetadi. Keyingi qavatiga xohlagan mevangizni ishlatishingiz mumkin. Men banan va qulupnay ishlatdim. Yana bir qavatiga mana shunday qilib yer yong'oq va qaynatib quyultirilgan sutni ham ishlatishingiz mumkin. Qaymoqli glazuri uchun 1 osh qoshiq qaymoq va 100 gram shokoladni suv bug'ida eritib oldim. Aytib o'tganimdek ozgina krem va varyoniy sgushonkani ham kamroq solib, triflelarimizni mana shunday qilib taxlab olamiz. Ustini xohishga ko'ra bezatishingiz mumkin. Bu desert juda ham oson tayyorlanadi va buzib qo'yishni umuman iloji yo'q. Agar kremni ko'p sovormasangiz. Siz ham buni albatta tayyorlab ko'ring. Aytgancha, kanalimga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.